Nimagadir bosib yuboribman shekilli. Mana birinchi qism ana hozirgina o'tib qoldi nimagadir. Tak. Mana haqiqiy Minecraft. Ayam kelsa bilib qolmaslik kerak-da, bola o'chirib qo'yadi, to'g'rimi? Qo'lim tegib qolibdi. Kechirasizlar hozir endi. Tak, portalga. Ayam kelsa video chiqarayotganim ko'rib nima qiladi-da? Kitobini o'qi deydi, matematikani o'qiganim yo'q. Ya'ni uyda vazifani qilganim yo'q. Dam olish bolalar. Dam olishda bitta ham video chiqara olmayapman nimagadir. Hozir bitta chiqardim, ya'ni ikkita. Bittasi endi bo'ldi, bittasi nimada? Kanalga obuna bo'linglar bolalar. Agar men aytdim bu mana shu videodan 20 ta obunachi kelsa, men hangi video chiqaraman? Kerak bo'lsa do'stim bilan chiqaraman. Sog'liqim juda tuzalib olsa, mana shu 2 kun ichida 2 vaqt bersanglar tuzalib olsa, tuzalgandan keyin men video chiqaraman. Bir yo'la uyda ko'p odam ham bo'ladi, ya'ni uydagi odamlar ozda, hozir uyimizda. Ayam, dadamlar ketgan. Dadam ketgan, ayam qolgan. Ayam ruxsat bermaydi, dadamdan ruxsat so'rashim kerak. Nimagadir ruxsat bermaydi emish. Bilmaydi, ayam hozir yomon bo'ladi. Uchamiz qustir, neyse. Belya. Tak, ba'zanmi ko'rsata olmayapman nimagadir. Uyda paydo bo'lmadim. Horlibium arajaga o'taman. Tak, hamma yoqqa tupurgan holatda. Endi tashlayman. Narsalarga tupurdim. Tak, mana meni uyim. Tak, mana yerda narsalar bari bo'lyapti. Tak, mana uni